Bolajonim, tabib buvini gaplariga quloq solgin. Umurtqa girjayam, osteoxondrozam odamni qiynaydi. Belni, oyoqni og'ritadi. Lekin hech tushkunlikka tushma bolam. Har dardning davosi bor. Avvalo belingni issiq tutgin, sovug'ida qolma. Issiq jun belbog' bog'lab yurgin. Og'ir yuk ko'tarma. Belga zo'r bermagin. Har kuni oz-ozdan mashq qil. Yotgan holda tizzangni qorin tarafga tortib, belni yumshoq harakatlantirgin. Lavanda, yalpiz choy, ramashka, rishi choy ichsang, qon yaxshi aylanadi, tanangni yengillatadi. Sigirni suti davo, go'shti kasallik. Go'shtini yema bolam. Sutidan qattiq qilib ichgin, tvorog qilib yegin. Tvorog qilishni tushunmasang, so'ra o'rgataman. Noni og'riqlarni yumshatib davolaydi. Suyak bilan bog'liq hamma muammoni yechib beradi. Grijami, osteoxondrozmi, artrit, polartrit, revmatoid artrit hammasiga davo bo'ladi. Yon tomonga burilib yotib, belga ozgina iliq mo'y, masalan zaytun moyi yoki gano massaj oil bilan uqalasang, mushaklaring bo'shashadi. Tabib buvini qo'llab-quvvatlab turish uchun yurakchani bosda, videoni yaqinlaringga jo'natib bor bolam. Kommentariyaga nima savoling bo'lsa tortinmagin. Umring ziyoda bo'lsin bolajonim.